Barchaga salom. Mana bahorning o'rta chillasidan o'tib, yozning 1-oyiga ham yetib keldik. Bugun 2-iyun. Hayit hammaga muborak bo'lsin. Sayllarni yaxshi o'tkazib oling. Mana sayil hayit munosabati bilan biz gilos terishni boshladik. Biz gilos sotyapmiz. Xohlasangiz gilos buyurtma berishingiz mumkin. Kommentariyaga yozib qo'yasiz. Mana giloslarimiz. Giloslar o'zi asli 1 kilosini 20 mingdan qilib sotayotgandik. 10 ming so'mga tushdi. Faqat 10-iyungacha. Mana qop-qora giloslarimiz bor. Hamma gilos asli shunday. Mana bu yo'qlarni ham ko'rsataman. Xayr, kommentariyaga kerak bo'ladi. Menga kerak deb yozasiz. Faqat gilos tez achig'ish meva hisoblanadi. Tez achig'ish meva bo'lib, sovuq mashinada yaqinroqlarga olib boramiz.